Salom xizmatlaringa rafiqlar, ag'ayinlarim, oshnalarım. Salom taqdim qilaman hammalaringa. Umidvorman jo'ri sihat salomat bo'lingizlar inshaalloh. Bugungacha juma kecha va durudlardan chig'irmangar, hatmi durud aytinglar. Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga. Bashlar kelamiz mavzuni ustiga rafiqlar. Shu oy savr Afg'onistonga dema 21-22 savrga imtihon boshlanadi. Kelat oyda Javzani 22sigacha bir oy zamonlaring bor. Hedefim mavzu adabiyat o'zbekning ustiga. O'zbekning ustiga hedefim jamonlar, otalar, ag'ayinlarim, men sizlardan xohish qilaman. Boringlar, imtihon beringlar adabiyat o'zbekiga. Kamyob bo'linglar. Agar seni biz bugun adabiyat o'z tilimizga qo'shib qilmasak, bir taydiga qo'shib qilmaydi. Buni aytmanglar, biz o'qisak maydonga qolamiz deb. Baxuda o'qinglar maydonga qolmaysizlaring. Chun jangimni bir Facebookda bir tane ko'rdim. Sizib degan daboray adabiyat o'zbekning barasiga bir taqriban 100 nafar uning komendining ostiga sizib deganki biz tilda o'qisak, biz qardan vazifa olamiz. Bu tillaringda hech bir joyga ardishi yo'q, korburdi yo'q. Biz 4 yil vaqtimizni yaqib o'qisak, bizga hech kim vazifa bermaydi. Qaranglar, o'nday bir gap emasda. O o'zbeklar, agar biz tilimizni o'zimiz o'qimasak, biz tilimizga peshraf bermasak, baxuda birta bizni qissamizga bo'lsa. Agar bil o'qima, sen o'qima, shu bil agar imtihon bermay adabiyat o'zbekiga, shu bil agar sizlar borib o'qimasangiz, adabiyat o'zbekiga imtihon bermasangiz, oyinda jo'g'atadi, kansel qiladi baxuda. Buni bitta o'qimaydi deb. O jamonlar, o'zbek jamonlari, men sizlarga aytaman buni. Tayit qilaman, boringlar, o'qinglar. Adabiyat o'zbekka imtihon beringlar. Kamyob bo'linglar va xayr nasib bo'lsa. Inshaalloh, o otalar va ag'ayinlar, avlodlaringni jo'ringlar adabiyat o'zbekiga borsin, imtihon bersin, inshaalloh kamyob bo'lsin. Biz o'z tilimizga peshraf bermasak, boshqa peshraf bermaydi bizga, hech kim bizni qissamizga emassa. Yaxshi vazifa topiladi. Biz agar xolos qilsak, vazifa yaxshi topiladi. Qaranglar, bir gapi degan. Har bir pantunga borasizlaring, har bir viloyatga zimniga ingliz o'qinglar. Buni men sertifikat aytaman, ingliz o'qinglar. Agar sizlar zaboni o'zbeki bilan inglizini o'qib bilsalaring, ikkovini bir joyga sati donishimiz tebada, bavar qilinglar, asnodimiz qo'limizda. Turkiyaning safaratiga, O'zbekiston, Qirg'iziston, har bir safaratga, har bir idoraga biz qo'l taylasak, bizni vazifaga oladi. Buni men sizlarga aytgan bo'layin. Hech vaqt aytmanglarki biz adabiyat o'zbekini o'qisak, biz maydonga qolamiz. Biz korburdi yo'q hech joyga, u maydonga qolamiz. Yo'q, bunday emas. Seni biz janga bir saytchiga bag'ana ham aytdim, kirdim, ko'p mardim, mana nima beribdi ekan, sizib ekan.